Ayol bu singlimdir, ayol bu opam, rafiqam qizlarim, mehribon onam. Ayollar bor ekan, go'zaldir hayot. Ayol kulgusidan munavvar olam. Ayol bu singlimdir, ayol bu opam, rafiqam qizlarim, mehribon onam. Ayollar bor ekan, go'zaldir hayot. Ayol kulgusidan munavvar olam. Ayolsiz ko'rinar g'arib yer-shar, zarrindek ko'rinmas quyosh nurlari. Ayollar bor ekan, osmon musaffo, olmosdek charaqlar, yulduzlar bari. Ayolsiz gulzorda bo'lmas tarovat, bulbulda qolmagay sayrashga toqat. Gulzorda gullarning sarasi ayol, ularsiz bizlarga yo'qdir halovat. Ayolsiz gulzorda bo'lmas tarovat, bulbulda qolmagay sayrashga toqat. Gulzorda gullarning sarasi ayol, ularsiz bizlarga yo'qdir halovat. Dunyo bor ekanki, ayol bor bo'lsin, farzand ardog'ida baxtiyor bo'lsin. Bayramlar shukuri, to'ylar gul toji, oila tayanchi, suygan yor bo'lsin. Dunyo bor ekanki, ayol bor bo'lsin, farzand ardog'ida baxtiyor bo'lsin. Bayramlar shukuri, to'ylar gul toji, oila tayanchi, suygan yor bo'lsin. Ayolsiz gulzorda bo'lmas tarovat, bulbulda qolmagay sayrashga toqat. Gulzorda gullarning sarasi ayol, ularsiz bizlarga yo'qdir halovat. Go'zal ijro uchun tashakkur. Ayolsiz haqiqat Qani sayji o'ting. hayot yo'q. Muhiddin aka, siz yaxshi bilasizki bu endi bu Albatta. Bizda Anvarjon Bag'dodda juda tanatlar ko'p. Hali chiqmagan, ko'rilmagan ko'pchilik O'zbekda hali tortinish bor. Mana shunday yigitlar, qo'shiqchilar mana, ular ham shoirlar bor mana. Xudo xolasa demak, siz ularni olib kelishda, Kashf etishda. hammamiz birgalikda kashf etishda davom etishimiz kerak. Muhiddin aka ko'rib xursand bo'ldik. Uydagilarga bizni nomimizdan salom, tabriklarimizni yo'llab qo'yasiz. Yigitlar ijodiylarga omad. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Va biz mana shunday yaxshi kayfiyatda davom etamiz. Albatta bizdan yiroqlashmang, hali